Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Bolalar, joy kelgungacha hammamiz gapirdik, vatan uchun dedik, ota-onamiz uchun, o'zimiz uchun, tarix uchun, O'zbekiston uchun dedik. Hamma narsa gapirib bo'lindi. Bu o'yinda menimcha gapsiz bugun hamma narsaga nuqta qo'yadigan kunimiz. 3-4 yildan beri birgamiz, hammamiz oilamizdan ko'p bir-birimizni ko'rdik ketdi. Davay, oilaligimizni bugun ham ko'rsataylik, O'zbekistonda necha million aholi bizdan kutib o'tirib, 90 qo'ygandan keyin biz hamma boshimizni yerga qaratib o'tirishimiz, bizlar O'zbekistondagi hamma o'zbeklar bugun bayram bo'lishi kerak. Bugun bu qonun kun bo'lib qoladi biz uchun. Hamma miyasiga sig'dirsin. Bugun bu kun tarixda qoladigan kun biz uchun. Faqat kulishga. Bizda bitta o'yin bor. Qatar bilan o'yin kerak emas bizga. Bugun hal qilamiz hamma narsani. Davay, hamma bir gap bo'lsak, bular bizdan kuchli emas hech qaysi. Olsin Braziliyadan, Portugaliyadan, boshqa joydan hammasi grajdan olsin. Lekin bugun kim bizga qat'iy nazar oldimizda tursa, bo'yni bugun hal qilishimiz kerak. Davay bolalar, bugun hamma bizlar bilan birga O'zbekiston hamma duo qilib o'tiribdi. Makkadan hamma joydan ota-onalarimiz duo qilib o'tiribdi. Xudo xolasa hamma narsa yaxshi bo'ladi. Ko'chmasdan 100% beraylik o'zimizdan samatdacha, qolgan Allohdan. Davay bolalar. Tarix bilasizlar, bizning bobolarimiz kimlar bo'lgan. Hech qachon chiqib esdan chiqarmasin bola. Kim bo'lish qat'iy nazar hozir qarshilik. Sizlar o'zbeksizlar bola. G'urur bilan maydonga chiqib kurashing. Shunlarni tarixni bugun yaratdik. Va omad bola. Davay bolalar.